Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video irodasi kuchsizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. O'zi 2012-13-yillardan beri men inson miyasi qanaqa ishlaydi, ongga qanaqa ishlaydi, dangasalik nimani hisobiga bo'ladi o'zi. Men shuni hammasini ko'rib o'rganib kelyapman. Va bitta narsani o'zim uchun tushundim. Deyarli hamma jarayonlar irodadan tortib dangasalikgacha aynan inson miyasidan kelib chiqadi. Miya qanaqa ishlashini yaxshilab tushunib olsanglar, katta ehtimol bilan sizlarga bu juda ham foydali bo'ladi. No, bugungi bizni kitobimiz aynan to'g'ridan-to'g'ri miya haqida emas, shunchaki irodani miya tomonidan, ya'ni fiziologiya tomonidan qanaqa ishlashini tushuntirib bergan kitob. Bu kitob sizga haqiqatan ham foydali va manfaatli bo'ladi. Bu kitobning nomi Sila Voли, ya'ni Kelli McConnell. Iroda kuchi bo'ladi o'zbekchalab. O'zbek tiliga bu kitob ham tarjima qilinganini bilaman. Har doimgidek tarjima sifatiga men javob bera olmayman. O'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Kitobda ruschasi zo'r tarjima qilingan. O'zi chunki endi bizda ko'p odam kitob o'qimaydi, bilasizlar, O'zbekistonda в принципе kitobxonlar kam, umumiy olganda odamlar deyarli o'qimaydi, juda ham past. Rossiya top 10 ga kiradi. Shuning uchun ruskiy perevod haqiqatan ham odatda sifatli va eng asosiysi litsenziyali yaxshi perevodlar bo'ladi. Ya'ni u tomon ham tekshiradi keyin. Qanaqa tarjima qilingan, fikri yetib borganmi, yetib bormaganmi. O'z tarjimada katta muammo kitoblarda, bilasizlar. Masalan, marketing bo'yicha kitoblarni marketolog emas insonlar tarjima qilib qo'yishadi, keyin iskajeniya bilan, ya'ni buzilish bilan yetib keladi bilim. Keyin hayron o'tiraveramiz, nimaga bu marketing bizda ishlamayapti. Xo'p, shu kitobni men sizlarga hozir asosiy 5 ta ideyasini aytib beraman. G'oyasini va bu g'oyalar bilan nima qilishingiz mumkinligini tushuntirib beraman. Xudo xolisa, siz uchun manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi va asosiysi bu kitob sizlarga ko'pgina irodangizni kuchaytirib berishga yordam beradi. Boshladik. Birinchi g'oya bu iroda resursdir. Nima degani resurs? Resurs tugallangan qanaqadir xom ashyo. Misol uchun vaqt resurs. Vaqt tugaydi. Qachondir ham siz vaqtingiz, meni vaqtim istalgan vaqt tugaydi. Quyosh misol uchun qanchadir ham yonadi, keyin o'chadi. Любой narsani vaqti tugaydi. Bu narsa tabiiy va iroda ham tugaydi. Iroda ham resurs, misol uchun pul resurs. Lekin odamlar irodaga resurs sifatida qarashmaydi. Ya'ni ular o'ylashadiki, iroda resurs emas, iroda doimiy ravishda bizni ongimiz bilan boshqarsa bo'ladigan narsa. Yo'q, iroda resurs va bu resurs aynan fiziologiyaga, biokimiyaga borib taqaladi. Bizni boshimizda muayyan zonalar bor, lobniy do'l deydi, peshonangizni qismida joylashgan zonalar bo'ladi va aynan shu zonalar irodaga javob beradi. Mabodo shu zonangizni men shikastlab qo'ysam, olib tashlsam, boshqa narsa qilsam, abuliya degan holat bor, shu holatga uchraysiz. Ya'ni siz zombi bo'lasiz, irodasiz inson bo'lasiz. Zo'r voqea bo'lgan 1848-yilda, adashmasam, Phineas Gage degan inson bo'lgan. Portlash oqibatida yuzini mana qismiga armatura kirib ketgan, ko'zini orqasidan o'tib peshonasini urib chiqarib tashlagan. Urib chiqarib tashlaganda oqibatda nima bo'lgan? Bu inson tirik qolgan. Ya'ni mana shu aynan lobniy do'lisini urib chiqarganda, lekin tirik qolgan. Mo'jiza bo'lib tirik qolganda, keyin u armaturani sug'urgandan keyin bitta ko'zsiz qolgan u inson va uni xarakterida sezilarli o'zgarishlar bo'lgan. Ya'ni u, misol uchun, birorta ayolni ko'rsa, ayol yoqib bo'lsa, unga borib tashlab yuboradigan bo'lgan. O'zini emotsiyalarini boshqara olmaydigan bo'lgan. Ongli boshqaruv butunlay o'chgan. Shunda insonlar taxmin qilishgan, demak ongli boshqaruv katta ehtimol shu peshona qismida joylashgan bo'lsa kerak. Keyinchalik tadqiqotlar, keyinchalik testlar, meta-analizlar bu narsani ko'rsatib berdi. Haqiqatan ham ongli boshqaruvimiz taxminan peshona qismida joylashgan. Endi iroda resurs ekan. O'zingizni juda bir qiynab yorib, majburlab qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ertami-kech shu resurs tugaydi. Har qanaqa over ish, ya'ni charchaganingizdan keyin ish qilishingiz organizmdan kredit olish. Shuning uchun avtor nimani tavsiya qiladi? Irodangizni resurs sifatida qabul qilingda va ishlatish jarayonida tejamkorlikroq bilan ishlatishga harakat qiling. Fokus ushlang, kerak emas ishlarni chopishni o'rganing, kerak ishlarni kamaytirishni o'rganing. Bitta ishni o'zida fokussiz ishlang, orada tanaffuslar qiling va hokazo va hokazo. Irodani resursligini tushunganingizdan keyin o'zi sekin-sekin mana shunaqa tanaffus bilan ishlash jarayoniga o'tasiz va ishonavering, ko'proq narsaga ulgurasiz. Misol uchun, biznesda shunaqa narsa bor. Yaponiyani oladigan bo'lsangiz, men zo'r bitta podkast ko'rdim Maksim Dorofeyev bilan. Kuchli tadbirkorlar ish vaqtidan keyin ishda qoladigan insonlarni va o'zini hobbisi yo'q insonlar, misol uchun, ovga chiqmaydigan insonlarni, ot minishga chiqmaydigan insonlarni yaxshi ishchi ko'rishmas ekan. Nimaga deb hayron qolishingiz mumkin. Chunki ular 24 ga 7 ishlaydiganlar odatda ulgurishmagani uchun ishlashadi.
ishni vaqtida qila olmagani uchun yana qo'shimcha ishlashga majbur bo'ladi. Haqiqatdan ham tartibli ishlaydigan, haqiqatdan ham o'zining resursini to'g'ri ishlatadigan inson hamma ishni vaqtida bajarishga qodir bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Birinchi g'oya iroda bu resurs. Keyingi g'oya stress va emotsiyalar irodaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Misol uchun, stress paytida biz o'zimizni ongli boshqaruvimizni yo'qotamiz. Chekib yuboramiz, ichib yuboramiz, yeb yuboramiz nimandir. Dietada o'tirgan bo'lsangiz ham stressda yurasiz doim. Misol uchun, menda bo'lgan holatlardan biri, men bilsanglar 17-18 kg ozdim. Shu o'tgan yil apreldan bir iyul, avgust oyigacha va birinchi oyim juda stressda bo'ldi. Juda realni katta kuchli men uchun udar bo'ldi bu. Men chunki uyim markazda, atrofimda hamma narsa bor, yemishga pul bor, boshqa to'xtamasdan zakaz qilaverasiz, korzinkaga kiraman, Bounty'ni tashiyman, Snickers tashiyman, uni tashiyman, buni tashiyman, kilogrammlab pistani tiqib tashiyman, uyga olib boraman, yuraman, ish qilaman, yeyman, ovqat yeyman, undan keyin yana ish qilaman, yana jarayonda yeyman, telefonimda ko'ylasam ham yeb o'tiraman bironsa, televizor ko'rsam ham yeb o'tiraman bironsa, UFC ko'rsam ham yeb, to'xtamasdan tiqaverganim hisobiga semirib ketdim. Va masala nimada? Stressga o'tirganimdan keyin, aniqroq dietaga o'tirganimdan keyin menga juda ham kuchli stress bo'ldi. Hayotim ranglari shunday yo'q bo'ldi va dietada shunaqa narsa bor, cheat meal deydi. Ya'ni cheat meal degani bu haftada bir marta bo'lsa ham qanaqadir shirinlik yeyish. Jo'ttiga borib, birorta to'rt yeysiz, nimadir yeysiz, haftada bir marta o'zingizni mana shunaqa qilib siylab qo'ymasangiz, iroda shunchaki tugaydi. Va siz stress oqibatida tugatib tashlaysiz. Stressga qarshi kurashish uchun ham insonda iroda kerak. Iroda shu boya aytganimdek bu resurs va tushunishingiz kerak bo'lgan narsalardan iborat. Siz o'zingizni emotsiyangizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Kamroq stressga tushishga harakat qilishingiz kerak. Sal tinchalanishingiz kerak. Kamroq gapirishga harakat qilishingiz kerak. Ha deb shovqin joylarda yurib, boshqa narsa qilmang. Sal hayotingizda bir haftada bir marta bo'lsa ham qanaqadir o'zingiz yakka telefonsiz qayerdadir aylanishni odat qiling va har kuni telefonlarni o'chirib 10 daqiqaga bo'lsa ham просто jimjitlikda o'tirishga harakat qilsangiz, irodangiz soni ancha kuchayadi, ancha ko'payadi. Ya'ni irodangiz resursi ko'payadi, o'zini o'zi to'ldiradi, zaryadga boradi qisman va sizning irodangiz yana o'zini tiklashi mumkin. Shuning uchun stressdan imkon qadar qochishga harakat qilinglar, imkon qadar o'zingizlarni negativ emotsiyalarga solmanglar. Negativ fikr bilan negativ emotsiya har xil narsa. Shu narsani tushunish kerak. Misol uchun men to'xtamasdan negativ haqida o'ylayman. Lekin siqilamanmi? Umuman yo'q, sekundga ham siqilmayman. Men negativ haqida o'ylayman deganda nima nazarda tutyapman? Nimadir neto bo'lib qolishini doim o'ylayman, qanaqa rejalashtiraman. Lekin bu menga qanaqadir emotsional ta'sir qiladi. Shuning uchun fikrlashingiz bilan emotsiyalaringizni ham qanaqadir bir-birini ajratishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi asosiy g'oya, kitobning g'oyasi bu uzoq muddatli maqsadlaringizga fokus ushlashga harakat qiling ko'proq. Ya'ni miyangizga mana shu dopamin kerak. Bu endi sizni psixotipingizga bog'liq, psixologiyangizga. Qanaqa ma'noda? Mana misol uchun ba'zi narsalar ba'zi insonlarga ishlaydi, ba'zi insonlarga ishlaydi. Bu sababi ko'p bo'lishi mumkin. Genetikangizdan tortib o'sgan muhitingizgacha. Misol uchun men pozitiv fikrlashga moyilligim yo'q hech qanaqa. Men prinsipi hech qanaqa motivatsion rolik ko'rmayman, men hech qaysi muzikani eshitib deb bir narsa o'zimdan hech qanaqa narsa his qilmayman. Shunaqa. Men o'zim muayyan vazifam bor, shuni bajaraman. Men shundan men o'zim jarayonni o'zida men maza qilaman. Menga ishlash yoqadi, menga musobaqalarga qatnashish yoqadi, qat'iyat chiqib qaysi rekord o'rnatish yoqadi, jarayon yoqadi, pul ishlash yoqadi. Men shu jarayonlarni o'zida men maza qilaman. O'zimni qanaqadir chiroyli kelajak bilan ovutish meni odatim yo'q va umumiy o'ylab qarasangiz, qayergadir borsam ham meni planlarim ancha kam bo'ladi. Odatda studentlar bilan gaplashgani boraman, qaysidir universitetga. Ishonib o'tirgan bir 500-600 ta studentlarni topmoqchi bo'lgan puli umrining oxirigacha menikidan ko'p. Ularning plani ancha bir 10-20 karra menikidan ustun bo'ladi. Men misol uchun umumiy summani adekvatni oladigan bo'lsa, bir umrim oxirigacha 20 million dollar pul topaman desa, 200 million, 300 milliondan keladi hammasi. Va bu inson psixologiyasi shunaqa ishlaydi. Hammasi u pul topa oladimi? Albatta yo'q. Katta ehtimol bilan umumiy zalda o'tirgan insondan bitta ikkitasi shunaqa bo'ladi, ito katta savol bilan. Lekin o'zingiz uchun tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, agar siz uchun mana shu uzoq muddatli maqsadingizni tasavvur qilish zo'r ishlasa, sizga bu narsa qanaqadir kuch bersa, qanaqadir emotsiyalarni bersa, shu narsani qiling обязательно. Ya'ni emotsional podpitkani olib turish kerak. Iroda shunda kuchayadi. Qo'shimcha resurs olasiz. Bo'lishi mumkin bu motivatsion video, bo'lishi mumkin, lekin o'tkazib yuborish kerak emas. Shu cheat mealga o'xshaydi. Haftada bir marta shirinlik yesangiz zo'r, o'zingizni takoy ushlab turasiz.
organizm ham ishlashda jarayon etadi. Lekin har kun mana shu narsani qilishni boshlasam, bu уже ko'payib ketadi va menga bu narsa o'ta zararli ta'sir qiladi. Motivatsiya bilan ham xuddi shunaqa. O'zingizga o'sha tam vizualizatsiya deysizmi, qanaqa motivatsiya olasizmi? Haftada bir marta qanaqadir mana shunaqa orzular vaqtini qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'tirib shunchaki orzu qilib, biroq muzikani eshitib tasavvur qilsangiz bo'ladi. Lekin ko'paytirib yuborish bu yerda ham tavsiya qilinmaydi. Hamma narsada me'yor yaxshi. Zahar bu me'yor. Tushunmoqlik shu narsani. Osh o'ldiradimi odamni? Yo'q, me'yorda bo'lsa yo'q. Lekin men 2 kilo oshni tiqib tashlasam, katta ehtimol bilan bolnitsaga borishim kerak tezroq, chunki bu menga zarar keltirish ehtimoli bor. Va zaharda ham bilsangiz, zahar o'lchash shkalasi bor. U yerda me'yor o'lchanadi xolos. Zahar o'zini har bitta zahar o'zini doza me'yori bor. Misol uchun, bitta zahar 1 gram o'ldiradi, lekin yarim uj o'ldirmaydi. Hatto shu zahar ham me'yori bor-da, tushunyapsizmi? Bu yerda ham shunaqa. Shuning uchun shu emotsional podpitkani, motivatsiyani me'yorini oshira olmasdan o'zingizga bersangiz, irodangizni kuchaytirishingiz mumkin. Aytgancha do'stlar, mana bepul Telegram kanalim bor. Davronbek Turdiyev jamiyati. Bu jamiyatda men o'zimni bilimlarimni qo'shimchasiga ulashaman. O'tda turli xil live streamlar bo'ladi, savol-javoblar bo'ladi, mendan ovozli podkast darslar bo'ladi. Asosiy mavzular samaradorlik, dangasalik yengish, qanday qilib inson rivojlantirish mumkin, miya rivojlantirish mumkin va pul haqida gaplashamiz. Pastga havola qoldiraman. O'tinglar, kanal mutlaqo bepul, lekin qiymati juda ham baland. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miya rivojlantiring. Davom etamiz. Keyingi g'oya bu odatlar va avtomatizmlar. Men doim aytaman, olimpiya chempionlarni irodasi juda kuchli deb o'ylaymiz. Da, o'rtachadan kuchli, lekin ishonaveringlar bir necha karra emas. Ularning shunchaki odatlari shakllangan. Erta turish odat shakllangan, har kun shug'ullanish odat shakllangan. Men 12 yil ertalab yugurganman. 2016-15-yillargacha men 12 yil mobaynida bir kun qoldirmasdan ertalab yugurganman. Bir kun qolmagan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Men hozir o'zim hayron qolaman. Qanday bunaqa bo'lishi mumkin? Lekin menga qiyin bo'lmagan. Men qiynalib turmaganman. Yo'q, o'sha birinchi 1 yildan keyin bemalol ertalab, navbat ertalab yugurmaslik qiyin bo'lgan. Men shunda mardikorchilikka borganimda ishlaganman. Katta kuvalda bilan beton yorganmizda, Yapalivkani o'sha poydevor, uy poydevorini qilish uchun qoylaganmiz. Qo'llarim maz o'lib ketgan. Men bunday yo'la ishib-ishib suv bo'lib ketgan. Yiqilib tushganman. Yiqilganingizda endi qo'lingiz bilan tushasiz. Turpoqqa tushganman, qo'l shilinib, yorilib ketgan emas. Ikkita qo'lim yiring, o'rab, bentlab, ertalab yuguryapman. Mana shu holatda. Tasavvur qilyapsizlar? Mana shu darajada haliginaqa menga odat bo'lib qolgan, avtomatizm bo'lib qolgan bo'lasiz. Men irodam 1 grammini ham sarflamasdim. Misol uchun kitob o'qishga davron siz irodangiz yetadi, da iroda emas bu. Men shunchaki kitob o'qishga o'tirib qolgan insonman xolos. Men kechqurun ozgina kitob varaqlamasam, men uxlay olmayman normal. Men kitob o'qishim shart. Qatga borsam, marafonga boraman, birorta biznes marafonga taklif qilishadi. Chet elga chiqaman, обязательно sumkamda kitob aniq. Любой narsa uchun, любой sumkam bo'lsa, kitob yotgan bo'ladi doim. Chunki bu menga must have narsa. Meni irodamni olmaydigan narsa. Shuning uchun har bitta narsani odatga aylantirishga harakat qiling. Shuncha irodangiz resursini sarflamasdan miyangizni o'zi qilib ketaveradi hamma narsa. Buning uchun shu kichkina narsadan boshlaysiz. Misol uchun kitob o'qishni odat qilmoqchimisiz? Kuniga 5 minutdan o'qing. Faqat uzluksiz. Bir kunda 5 minut qiyin emas, to'g'rimi? 3 oy, 4 oydan keyin ishonavering, kitob o'qimasdan tura olmaydigan inson bo'lasiz. Har kun kitob o'qingiz keladi. O'sha 5 minut, 10 minut, yarim soat, 1 soat o'qishni boshlaysiz. Yoki har kun yuring. Har kun ozgina yuring, ozgina bir 5 minut, 10 minut yuring, bo'ldi. 3 oy, 4 oy agar orada kun uzmasangiz, siz mustahkamlab tashlaysiz mana shu jarayonda va irodangizni o'zi ishlatmay qo'yadi. Shuning uchun haqiqatan ham kuchli irodali bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha irodani minimal ishlatib, maksimal ravishda odatlarni ishlatishga o'rganishingiz kerak. Bu juda ham muhim va bu sizni hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Keyingi masala, irodamiz miyamizda joylashgan ekan, miyamiz tanamizdan hech qanaqasiga uzila olmaydi. Odamlar tana bilan ruhiyatni ajratish o'zi xato. Bu dunyoda tanangizdan ruhiyatingiz ajrala olmaydi. Faqatgina butunlay bu dunyodan ketganingizdan so'ng bu narsa sodir bo'ladi xolos. Shu yerda yashab yuribsizmi? Tanangizdagi har bitta narsa ruhiyatingizga ta'sir qiladi. Oddiy bitta oyog'ingiz og'risa, shunaqa kayfiyatingiz bo'lmaydi, shunaqa asabiy bo'lib qolasiz. Oddiy bitta qulog'ingiz og'risa, umuman hech narsa sig'maydi ko'ngilga. Tushunamsiz? O'zi tana bu, hech qanaqa ruhiyatimizga ta'sir joyi yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin bir-biriga uzviy bog'liq, chunki shu tananing ichidasiz. Masala nimada? Uyqu va ovqatlanishga urg'u bermas ekansiz, irodangizni kuchaytira olasiz. Misol uchun, kam uxlagan inson irodasi past bo'ladi.
Bu aniq. Kam uxlagan insonni, me'yorda uxlamagan insonni irodasi kam bo'lishi aniq. Yana bir marta men bu yerda qanaqadir avtoritetli qilmayman. Somnologlarning juda ham katta meta analizlari bor. Millionlab insonni miyasi MRT qilingan, boshqa narsa qilingan, millionlab insonni o'sha qanaqadir serebral kasalliklarni ko'rib chiqargan. Neyrodegenerativ kasalliklar bor. 90% dan ko'pi uyqusizlik hisobiga kelib chiqadi. Prosta tushunish shu narsani. Miya o'zini ishini bajarishga qo'yib berishingiz kerak. Inson uxlaydigan bo'lib yaralgan ekan, inson uxlash kerak. Bu bekorchilik emas, ya'ni uxlash bekorchilik deyish bekorchi uchun doim shunaqa bo'ladi. Ya'ni agar siz haqiqatan bekorchi bo'lsangiz, kun bo'yi hech narsa qilmagan bo'lsangiz, keyin uxlasangiz, bu siz uxlashingiz emas, kuningiz, hayotingiz bekorchilik. Lekin agar siz konkretniy ishni bajarib, ham vazifalarni bajargan bo'lsangiz, uxlash bu shunchaki zaryadka. Tushunasizmi? Oddiy telefoningizni ham zaryadga qo'ymasdan qiynamaysiz-ku. Men telefonim qiynamay ishlataman deysiz-da. Yo'q, o'zingiz uchun tushunib oling. Yana bir marta, uxlashni joyiga qo'ymas ekansiz, katta ehtimol bilan sizning irodangiz hech qanaqasiga kuchaymaydi va ovqatlanish masalasini to'g'rilashingiz kerak. Zararli ovqat, fast food, to'xtamasdan tiqib ovqatlanish, shirinlikni to'xtamasdan yeyish, arzon uglevodlar, arzon dopamin beradigan uglevodlar, mana shirinliklar, tez uglevodlarni ko'p ehtimol bilan sizning irodangiz pastga tushirib oladi. Siz iste'mol qilaverasiz, yeyursiz u narsani, siz irodasiz inson bo'lib qolasiz shunchaki. Og'zingizdan chiqayotgan, og'zingizga kirayotgan har qanaqa narsani kontrol qiladigan inson, любой narsani kontrol qila oladi. Bu narsani men ko'p kuzatdim va tushunib olishingiz kerak. Ovqatlanishingiz to'g'ridan-to'g'ri irodangizga ta'sir qiladi. To'g'ri ovqatlanishi va nima yeyish kerakligini yaxshilab bilib oling. Shirinliklar, boshqa qanaqadir zararli ovqatlar bo'lish kerakmi? Da, bo'lish kerak. Me'yorda. Haftada bir kuningizni mana shunaqa zararli ovqatlanish kuni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shu kuni hamburger yeng, Snickers yeng, yana bir narsa yeng, boshqa qanaqadir ovqatlaringizni yeng, shu tezda shirinlik, shakar beradigan ovqatlar. Qolgan paytda imkon qadar shakar miqdorini, tez uglevodlar miqdorini kamaytirishga harakat qiling. Bu yerda уже vrach bilan gaplashishni tavsiya qilinadi. Vrach sizga bu narsani tavsiya qilib, qanaqadir nimadir yozib berishi mumkin, kalsiy, magniy, boshqa narsa va hokazo. Va siz o'zingizni tiklaganingizdan keyin ishonavering, men juda ham ko'p uchrayotgan narsam nimadan iborat? Dangasa insonlarga aytaman, borib общий analiz qiravi deyman, umumiy qon analizini topshirib kel deyman. Bitta topshirsa qanaqadir kamchilik chiqadi organizmda. Mana shu narsa ichishni boshlab dangasalikdan shuni qutulib ketgan insonlarni men juda ko'pini ko'rdim. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda aytyapman. Shunchaki organizm funksional yaxshi ishlamasa yoki tasavvur qiling, mana siz dangasalik deyapsiz, tanangiz siz просто lanch, turgingiz, o'tirgingiz kelmayapti, bellaringiz og'ir. Qanaqasiga dangasa bo'lmaysiz? Shuning uchun umumiy sistema qadimgilar aytadi, ты то, что ты ешь deydi. Ya'ni sen nima yesang shu narsaga aylanasan. Shuning uchun ovqatlanish va uyquni me'yoriga e'tibor qilinglar. Va bu kitobning 5-asosiy g'oyasi edi. Umumiy olganda, Iroda kuchi kitobi juda ham zo'r. Asosiy menga yoqqan narsani ilmiy havolalar bor. Ilmiy deganda tekshirilgan degan ma'noni tushunib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda turli xil havolalar, turli xil anaqalar, mana ham orqasida bir adashmasam 100 tacha 50 tacha turli xil mana original tadqiqotlar berilgan. Polностью ko'rib chiq, qidirib chiq. Bir ham avtor o'zi aytayapti, ilmiy kitoblarni qanday tekshirsa bo'ladi deb so'rashadi mendan. Juda oddiy, orqasiga original tadqiqotlarni beradi va avtor har doim, ya'ni kitob muallifi aytadi, meni gapimda xato bo'lish ehtimoli bor. Shu xatoyimni topib ber, iltimos sendan va men senga minnatdor bo'laman va shu xatoni keyingi kitobimda o'zi takrorlamayman. Ya'ni bu ochiqlik prinsipi. Tushunasizlarmi? Shuning uchun men aytaman, asosiy birlamchi ma'lumotni bilish uchun Wikipediyaga kir deyman. Ba'zilar aytadi, Wikipediyada xato bor-ku. Da. Inson yozgan любой manbada xato bor. Bu normal holat. Gap nimada, nima uchun Wikipediyani asosiy silkalar anaqasi sifatida ishlatsangiz bo'ladi? O'tda tepada zo'r bitta znak качества yopishtiring. Misol uchun, kalbasa olganingizda halol sertifikatiga qaraysiz, to'g'rimi? Wikipediyaga kirsangiz tepada xuddi shunaqa sertifikat bor. Halol sertifikat emas, majoziy ma'noda. Ya'ni o'tda nima deb yozilgan? Bu yerda xato bo'lish ehtimoli bor. Mabodo bilsanglar bizga aytib qo'yinglar deb o'zi yozib turibdi. Gar shunaqa ekan, значит bu narsaga ko'p holatda ishonsangiz bo'ladi. Kitobda ham xuddi shunaqa. Kitobning asosiy g'oyasi iroda bu resurs va har qanaqa resursni aql bilan ishlatishingiz kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ko'proq kitob o'qing. Paka.